Nega bunchalik bu kompyuter bunchalik qotyapti? Vobshe-da tushunmayapman. Bunchalik umuman qotmasdi-ku bu. Yoki qiz ketganmikin? Yo'q, qizgani ham yo'q. Vobshe yangi kompyuter olishim kerak. Bu juda ham qotib ishlayapti, to'g'risini aytsam. Mayli, bir kun olaman, pul yig'ishim kerak uchun aytgancha. Barcha assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Yaraman Shakirov. Menga videolarga xush kelibsizlar. Valloh xullas kelam hozir mana bu yerda kompyuter ko'rib o'tirgandim. To'g'risi juda ham qotyapti bo'lan. Nimagaligini bilmadim. Lekin bola ko'p vaqt bo'lganda olganga o'shaning uchun nima bilan hozir atomida biz o'zimizda poliz ishimizni qilishimiz kerak. Bilasizlar, poliz bola bizlarni buni yangi qishloq avvalgi videolarni kim ko'rmagan bo'lsa aytganman yangi qishloq deb. Mayli, hozir ishimni qilib kelishim kerak. Nima bu? Jital, yaxshimisan? Yaxshimisan? O'zing kirib, yaxshimisan? Men yaxshiman. Yaxshi, cho'ti. Men bu mashinagam nega? Bu menga nima edi? Nimaga buni qo'yib qo'ygansan? Nima yer ko'tarmaydimi buni? Ko'taradi. Prosta cho'tga qilib qo'yganmi? Odam ko'rsa boyda bo'lishadi bu mashinani. Mayli boyda bo'lishi ham, mayli bu axir tushib ketadi bu mashina. Tushmaydi, qarab, cho'tga yopib turibdi-yu. Kalla varam. Ama daraxt bilan qo'ygansan bu tushib ketadi bu mashina. Hatto mana bu yerdan nima ham yo'q. Ana bu ustidan ham bu tushib ketadi bu mashina. Tushmaydi, sanga ham tushsa men mashinami? Qani ko'rsatchi vafiyda bu to'g'ri tushib ketganga o'xshabdi, lekin tushib ketsa normal pulga yo'qlaysan. Bilaman, lekin tushmaydi-da bu. Tushadi. Sani nima ishing bor? Tura qol. Qishloq, lekin keyinroq afsuslanasan. Yo'q, sendan afsuslanadigan odam yo'q. O'zing bilasan, lekin bu tushib ketgandir. Mayli, xullas, men ishim bor. Seni vobshe ishim bo'lmasa, tegma mashinaga. Tegim nima qilaman? Lekin bo'lib bu qishloqni kallasi joyda men qishloq qarama mashinaga. Shunchalik aytdik biz ham bunga, lekin quloq solmadi. Bu yerga qo'ydi o'sha mashinani. Lekin politsiya ko'rsa, tiqadigan joyga tiqadi. To'g'ri aytsam, mashinani ham tiqadigan joyga tiqadi, qaranglar bo'ldi bu turgan joyga qaranglar, prosta. Bu taxta undan qarasam, mashina necha tonna chiqadi, uni xudo biladi. Uni qolsa mayli bo'ldi. Polizma o'sibdi-yu. Mayli bo'ldi, o'sgan, umuman o'sibdi bo'ldi, to'g'risi polizmi. Kechga tomon o'sib qoladi, kechga tomon tozalab olaman. Mayli, uni qolsa, mana bu o'sib ketganlarni hammasini yaxshilab nima qilib qo'yamiz, tekislab qo'yamiz, mana ikkalasini ham. Oppa va всё. Umuman endi ish yo'q, vobshe yeta bo'ldi. Endi nima qilamiz bilasizlarmi? Nima qilamiz? Vobshe ish qilmaymiz. Xolos bolam boya chaqiruvdi meni. Mana bunaqa xolos digarim o'z bo'ldi. Ko'rasizlar kimligini. Bitta ish bor dedi. Men bola xolos magazinchi meni do'stim bo'ladi. O'shancha hozir yaxshiroq qilib aytadi, nima qilibsan? Prosta o'tirdim, gaplarni eshitib, mana endi video moqchiman, tushunarli. Tushunarli. YouTube kanalini ochish, xolos yo'nat. Mayli. Xo'p, nima albatta sizlar videoga like bosib qo'ying, uni qo'shib o'tib berasiz. Savol bo'la hamma qilganlarim tezroq mingtadan oshiq bo'lmasam to'xtatib tashlashim kerak bo'lib. Bundan esa sizlarga yordamga kerak. Qaranglar, bu turganiga vaqti tushib ketdi, lekin mazaqlarim savob bu juda qimmat mashina qishloqni sotib olgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Kirib? Yaxshi o'z qilay. Yaxshi-da. Xullas, senga bitta ish bor edi. Xo'p, qanaqa ekan? Xullas, bugun menga go'sht oz qoldi, shuncha menga 10 ta qo'yni go'shti kerak. Go'shti men qabul qilmayapmi? Yo'q, qo'rqma, biroz men aytsam bo'ldi. Bo'pti, 10 ta qo'y go'shti hozir olib kelaman. Xo'p, mayli, omad. Rahmat, hozir olib kelaman. Pulini aytdi-chi. Pulidan muammo yo'q. Qachon pulni bermaganman? Bo'ldi, brat, addishi. Uni hozir boramizda bo'ldi, mana bu butun daraxt chopib kelgan. Qanaqa daraxt bo'ldi? 10 ta qo'yni go'shtini olib kelsimsa kerak. Topolaman, topolmayman bilmadim, lekin topish normal qiyin bo'ladi. Shuning uchun bolta bilan chopamiz hammasini bo'ldi. Qonuniy dedi, o'zi men aytsang bo'ldi, всё dedi. Shuning uchun hozir prosta agar kimdir bo'lib qoladigan bo'lsa, o'shani aytamiz, bo'ldi. Mana bu yerda bitta qo'ychalar meni kechirib qo'yasizlar-ku. Bunga majburman. Undan juni kerak emas bizga. Junini hamada olib qo'yaverib, balki buni ham sotib olar. Shuning uchun taqqanim endi qayerda bor? Mana bu cho'chqa haram bo'ldi. Cho'chqa kerak emas bizga. Uni qolsa mana qo'yib bitta. Biratam bu yoqqa boring. Mana xafa bo'lmay, iltimos, mana 4 ta bo'ldi, 10 ta deydi. 10 ta deganda 4 ta bo'ldi endi bizda. Mana bu taraflarda yo'q. Qishloqdan 4-ta bunchalik ham uzoqlashmashim kerak, sababi qishloqni hali o'rmonga umuman chiqib ko'rmagan. Men birinchi marta chiqib ko'rishim o'rmonga. Lekin agar adashib qoladigan bo'lsam, normal bo'laman. Shuning uchun adashib qolmasa kerak, xolos bo'ladi. Mana bu tarafda ham hech nima yo'q. Bu nima bo'ldi?
Amali bolam, bu bilan ishimiz yo'q, ham просто biza hozir qo'y olishimiz kerak, qo'yni cho'shimiz kerak bo'lib, undan boshqa ishimiz yo'q bizani. Tak mana bu tarafda ham eshitdimi yo'q, bu tarafda ham eshitma yo'q. Qo'y kerak bizga, bola qo'ylar qattasizlar, mana bu ekan, bola mana qo'ylarni koni. Hozir bularni hammasini chopamiz, bu yoqqa kel, bu yoqqa kellaring. Voy, mana 5 ta bo'lib, sen ham bu yoqqa bor, oppa. Tak 6 ta bo'lib, sen ham bu yoqqa bor, oppa. Buni omad ketdi-ku. Bu bitta o'tirda o'lmadimi bu? Bo'ldi, 8 ta bo'ldi. Mana uncha menimcha yetib qolsa kerak. Tak oppana va bo'l, o'lmadimi bu? Bular вообще omad ketdi-ku. Bo'ldi, 10 ta go'sht va lekin bola mana bu soqqoli omad вообще ketdi ekan. Hozir mana tashlab yuboramiz va bo'ldi. Menimcha junni ham olib qolsa kerak, bilmadim, sabab jundan nima eslar bilasam, kiyim eslar albatta bolalar, shuning uchun juda ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozir oparamiz ularni. Nimaga yurmayapti bu bolalar? Вообще-то to'g'risi menga shu patlari bir bola bo'lgan, вообще-то o'zimni boshqara olmay qolyapman. Bratan, nima deysiz? Mana 10 ta qo'yli go'shtni olib keldim mana. O'zimga bering bo'ldi. Mana berdim, Murat. Hozir menda pul yo'q edi-da. Xullas, o'shani keyinroq bersam bo'ladimi? Mayli, bersangiz bo'ldi. Xo'p, jun yo'misiz? Qaqras mana 6 ta bor. Oho, вообще chotga, shuni ham berib oling. Xo'p, pulni buni ham berasiz? Albatta beraman. Xo'p, mayli, Murat, unaqa bo'lsa keyinroq pulni olib ketaman. Xo'p, keling. Xo'p, Murat, mayli, unaqa bo'lsa hozir uyga boramiz bolalar. Atak unaqa bo'lsa, qaranglar, lekin buni turishi qaranglar, bu mashinadan tushib ketsa lekin вообще, qishloqi, bu mashina вообще tabari jonga tegdi. Nima jonga tegdi? Bu tepasi g'irsh qilaveradi. Kirib, iltimos undan bu mashinani tushirib ber. Men bu mashinani. Iltimos вообще g'irshlaverib jonga tegdi, lekin iltimos qirib olmay tushirib ber shuni. Mayli, tushirib beraman. Lekin pulni beraman. Xo'p, mayli. Hozir buni tushirishga endi harakat ko'raman. Xo'p, hozir undan tushir albatta. Xo'p, hozir bo'la endi uyga borib, buni tushirishga harakat ko'ramiz bo'la, yordam ber dedi. Qishloqni o'zqani. Ammo ketib qolgan bo'lsa kerak, hozir bo'la buni tushirib beramiz endi. Boya qishloq aytib o'tdi, "Sani ishing bo'lmasin, bo'la o'tar" deb endi esa bo'la tushirib ber, deyapti. Amali bo'la pulni beradi, zato просто tushiramiz, ketamiz bo'la. Lekin mana bunaqa mashina haydab ko'rmaganman. Bu bizga hozir haydab ko'raman. Bu plyus bizga bo'la. Tak o'zingga daraxt kerak, sababi daraxt bo'lmasa, buni biz tushira olmaymiz. Kirkalardan o'zga toshib olishsa kerak, sababi ustunga qo'yishimiz kerak. Ya'ni ustunga o'sha toshni qo'yamiz. Daraxt ustun unchalik ham vazifasini bajara olmaydi, sababi bilasizlar, tosh daraxtga qaraganda 3-4 marta 3-4 barobar nima surati qattiq bo'ladi. Bolalar, to'g'ri bilmayman, o'zim gaplarimda juda ham chalkashyapman. Sababi bolalar qaranglar, kasalman bugun. Men kasal, o'shaning uchun kasal bo'lgan taqdirda ham sizlarga video olaman. Albatta, o'shaning uchun mana podderka qilib qanaqa komment bo'ladi, komment ham yozinglar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Ikkinchi bo'lib, bu videoni soatni sizlar nechida ko'rasiz? Albatta o'shani kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men juda ham xursand bo'lardim. Masalan, hozir bizada bo'la soat 12 da men video olaman. Sizlar soat necha? Albatta o'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu menga juda ham katta plyus. Ya'ni omizlar mana soat nechida tomosha qiladi, videolarni soat nechida ko'rishadi, o'shani bilib olsam juda ham yaxshi. Sizlarga sizlar nechida ko'rishlarga qarab men o'zim videomni qo'ya beraman. Va bizlar ikkita stak yetib ortib qoladi. Bilmayman nimaga bunchalik ko'p bo'ldim. Amali yetib ortib qolsa juda ham yaxshi. Keyinroq kerak bo'lib qolishi mumkin-da bolalar. Tak unda qolsa mana bu yerdan ham olamiz. Tak qancha kerak bizga? Bundan bir 15 ta yetib qoladi bolalar. Tak oppani 4, 7 ta, 8 ta, 9 ta, bu yerdan 10 ta, 11 ta bo'lsa va bo'ldi. Qani 16 ta, bo'ldi. Все. 15 ta bo'ldi. Endi esa mana bu mashinani tushiramiz. To'g'risi bu mashinani qirib olmaslik kerak, sababi agar qirib oladigan bo'lsam, umrimni sotib ham bu mashinani to'lamasam kerak, sababi bu mashina juda ham qimmat turadi. Bilmadim, bu jitel bo'lib bu mashina qattiq olganman. Men o'yinchi bo'lib bu mashina bunaqa mashina ola olmaganman, lekin bu jitel bo'lib bunaqa mashina olgan. Вообще ta bolalar, fizika qonunlariga bu to'g'ri kelmaydi-yu, hamali bolalar. Tak uni hozir uni hech qovardimi? Amali bo'lib endi mana bunaqa qilamiz, lekin bo'lib bu mashina endi bir bola qilib olmasam bo'ldi, qirib oladigan bo'lsam juda ham tamom qishloq qochib tur, turib qolib tur. Tak oppani ayamga aytib beramiz,
dadangga aytmanga desa вообще endi esa bola moshinaga o'tiramiz lekin bola mana buni kerak ham bo'lmadi yo'q bu killa mana bu yerga ustun qilib qo'yamiz yaxshiroq sababi agarda hozir bir harakatni boshlaydigan bo'lsa ya'ni bu daraxt sinib ketadigan bo'lsa tamom bizlar ham bo'lamiz moshina ham bo'ladi jital ham bo'ladi xullas bola jitalni yuragi tomir tortib qoladi sababi shunaqa qimmat moshinalar ayriladi o'shaning uchun bo'la tak unaqa qolsa mana bunaqa qilamiz ekranni va tushirishni boshlaymiz sekin bo'la sekin gazni bosamiz qani bola sekin tusha qolsang-chi nima qilyapti bu voy sekin bola sekin o'qo bola ko'rlam baxshi pro master pro max voy nima qilyapti mana pro max deb olib bola orqaga oldinga voy nima qilyapti baxshi bunaqa moshina juda ham tez turadi bola shunaqa tomonlar juda ham yomon tez yurishi sababi tez yurib bola shunaqa tormoz ishlamay qoladi tak qana voy bo'ldi bola tushirib oldik endi mana bir uyni dabdala qildik qaranglar bola uyni dabdalasi chiqdi-yu buni buni to'g'rilab qo'ymasa bo'lmaydi hozir agar qishloq ko'p qoladigan bo'lsa mana bu jag'im chiqaradi как раз bola mana bizada tosh bor shuni toshni mana bu yerga qo'yib yuboramiz va yer blogi bor ekan oppana buni mana bu yerga qo'yamiz oppana va mana buni qilamiz oppana va все endi bu yerdan ham kaltak yemaymiz oldingida cho'tki turibdi mana bu moshinani men yerga qo'yib oldim no endi mana bularni buzish kerak sababi bularni olib tashlamasa bu yo'l hamma yuradi bundan o'zim ham yuraman o'shaning uchun buni olib tashlaymiz endi tak oppana no endi vaqt taraf qiladi-yu bu narsalarni olib tashlash ham endi o'zimizga qo'ydik o'zimiz olib tashlaymiz buni qishloqmi qishlog'i qaynamaysan men bu moshinani tushirib kiyim kiyib olsanmi bu вообще cho'tki nimasi bo'ladi cho'tki futbolka ko'rinib turibdi mayli hozir bularni yaxshilab endi sindirib olamiz hamma bloklarni tura qol moshinamni tushiribsan mana tushirdim dedim ozgina mayli xullas mana buni endi olib tashyapman qo'shayapman olib tashyapman mayli unda hozir bularni olib tashay hammasini tezroq